Ro'shan aka, mana ishlarni bitkazdim aka. Sizga ma'qulmi? Menga ma'qul keldi. Xuddi men aytgandek krashinniy ishi bo'libdi, bor. Kraskalari Matvi So'xoyga qilganmiz. Dilalarni kesib soldik, eshiklarimiz ichigacha zich bo'lgan aka. 70-80 kiloga boradi eshiklaringiz. Original narsa va originalda ochilib yopilishlarni qarang, odam mazza qiladi-ya. Buyursin aka. Rahmat. Sizni qidirib, lekin topaman deb ancha harakat qildi. Namanganda ekansiz, aytmabsiz-da aka. Shularni ham lekin yomon qilsam bor. Uyini remonti oddiy-yu, lekin men eshiklarning haybatidanchi u ham vashi dahshat ko'rib orar ekan bor. Ota, hammamizga nasib qilsin. Havosim keldi lekin. Menga qara. Mamni egasini kutib turgan eshik chiqaradigan odam ekan. Hozir mamni uyiga kirdim, qarasam eshiklarni dahshat qilib o'rnatib qo'yibdi. Bunikidan ham zo'r qilib menga qilib bersin, tushundingmi? Ham bola. Uyi ham boplabsan. Ayniqsa eshikni. Cho'ta imzosi bir xilga o'xshayapti. Bilasan, o'rta, eng zo'rini topib qildirdim. Unaqalarga seni ham aqling yetmaydi, ishonaver. Aka, mana eshiklarni bitirib bo'ldi. O'rta Babur. Mahallang bilan orqadasan-da. Men topgan usta-ku bular. O'zbekistonda eng nomerali bo'lgan, ya'ni Namanganda Akram mebel eshiklarini sizlar uchun reklama qildi o'rtoqlar. Bemalol xudo xohlasa zakaz qilsangiz bo'ladi. Nomerlarni esdan chiqarmasliginglar uchun aytib ketaman o'rtoqlar. 90 275 55 55 nomerlarga murojaat qilasizlar. Keyin yana bitta narsa-da o'rtoqlar. Tan olinglar. Hamma bir-biridan o'zar bo'lib ketgan-a. Kommentariyada fikrlarni kutib qolamiz. Like bosib tarqatib qo'yish esdan chiqmasdan. Rahmat.